Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. İslam dünyasida hozir musulmonlarni qaymoqtirayotgan va ularningki islomiy aqidasini titritishga va uni shak qilishga elib berayotgan bir guruh bordi. Ular o'zini Qur'onchilar deb ataydi. Qur'onchilar hamda shu Türk dünyasida olsun, Arab dünyasida olsun, xili uzun vaqtdan beri atılıb kelgan bir atalğı Qur'onchilar deb. Yani Qur'onchilar degan qandaq kishilar desa, Qur'onchilar Qur'on bizga yetarlik, hadisga ehtiyojimiz yo'q deydigan kishilar. Ular hadisni inkor qilib, Qur'on Kerimni hadisdan ayirib qo'yib, ondan o'zlari bilgancha, o'z xohishi bo'yicha ta'vil va tafsir qilib tushundirmoqchi. Çünkü Kur'an-ı Kerim en işençlik ve rastçıl şerhisi boğan sünnetten yiraklaştırılsa, her kim onu halganca tefsir ve tevil kılalaydıgan bir kitapka ayındı. Yaman niyetli kişiler onu şu çağda özününki məqsidi üçün hizmet kıldırışka bir şarait tapalaydı. Tarihşünaslar Kur'ançıların kilip çıkış tarihini Hicriye'nin 2. əsrdeki xavaricilere bağlaydı. Çünkü sünnetni tunji bulup inkar kılganlar del şu çağdaki xavariclar idi. Ular zina kılgıçını çalma kesak kılışka ve ayakka meshi kılışka karşı çıkan. Bu hatta gelgen sahih hadislerini inkar kılgan. Çünkü xavariclar şu zamanlarda Kur'an bizge yetido degan şuarını kötürüp hadisinin İslam kanunşünaslıkının asaslardan bir asas ekanligini itiraf kılmay kelgan. Kur'anchilarning yaqinqi zamonlardagi bayroqtarlari İngiliz mustamlikasi ostidagi Hindistonda G'ulom Ahmad Qodiyoni degan kishilar tarafidan o'ttirg'i chiqarilgan bo'lib, o'z vaqtida Angliya mustamlikachilari musulmonlarni parchalash uchun G'ulom Ahmad Qodiyoni degan maxluqni o'ttirg'i chiqarib, uning hadisni inkor qiladigan mazhabini qo'llab-quvvatlagan. Şunu bilen bazı nadan kişiler ularning neyranlariga alınıp ketken. Ama İslam ilimleri Kur'ançılarının bu küfürlüğüne qarata, yani özününki raddiyelerini berip kelgen. G'ulom Ahmad Qodiyondan keyin Pakistan'da Abdullah Jigralivi degan birisi hadisni butunlay inkor qilib, İslam dinining manbasi birla Qur'ondir degan shuarni ko'tarib chiqib, uni o'zi ta'sis qilgan maxsus jurnalda oq-oqatdan e'lon qilgan. Endi islom ulamolari, bo'lib ahli sunna va jamoa ulamolari birdek ittifoqqa kelgan masala shuki, endi hadis islom qonunshunosligining ikkinchi cho'ng manbasi. Hadis yoki sunnat Qur'on Kerimdan qolsa, İslam dininin ikinci asaslık desturi. Kur'an ahkamlarını şerhilgüçe onun hakiki tercümanı deyilendi. Kur'an'daki şeriat ahkamlarını şerhleydigan, tushundiradigan birden bir manba sünnet. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlarga namaz o'qishni farz qilgan bo'lsa-mu, namozni qandoq, qancha vaqt va qaysi vaqtlarda o'qishni bayon qilmagan. Payg'ambar islom Allohning vahiysiga tayanib, sunnatlar orqali uni sharhlab tushundirgan va amaliyati orqali uni o'rgatgan hamda. Shuna namozni xuddi men o'qigandek o'qinglar deb ko'rsatgan. Zakot, ro'za, haj qatorliq ibodatlarni shunday degan. Endi biz Qur'onchilarimiz, biz faqat Qur'onga tayanamiz. Qur'on o'zida yetarli deganga o'xshagan anglanishi chiroyli, ammo botil maqsad qilgan shuarlarni to'lab yurguchilar islom diniga ziyonkashlik qilishdan boshqasini o'ylamiz kerak endi. Bu sözler batıl maksat kılıngan hak sözler değildi endi. Çünkü biz Kur'ançılarımız diyen söz hak söz. Her kandak bir Müslüman Kur'ançı. Çünkü Kur'ançı boğmagan adamı Müslüman değil boğmaydı. Kur'ançı. Çünkü her kandak bir Müslümanın Kur'ançı ve Kur'an'ı süydü ve hürmetleydi. Onun iman keltirdi, onun amel kıldı.
Ama bu sözünü ko'zir qilib turib, islom qonunshunosligining sunnat, ijmo, qiyos qatorliq asoslarini inkor qilmoqchi bo'lganlarning niyati durust emas. Ular bu chiroyli so'z orqali hamma kishi biladigan haqiqatni emas, balki botilni maqsad qildi. U botil qaysi deganda Qur'on Karimni uning haqiqiy tarjimoni va maqsad muddaolarini eng to'g'ri, eng munosib ravishda sharhlab bergan birdan bir manba bo'lgan sunnatni yiroqlashtirib, öz xohishlarga Qur'onni muvofiqlashtirmoqchi endi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu xildagi odamlarning chiqadiganligidan oldin xabar bergan. Bir zamonlar keldiki, birov sapaga yo'llanib o'tirib, mening hadislerimdan birer hadis o'qilsa, sizlar bilan bizning aramizda Allohning kitobi Qur'on bor-ku. Onun da halal deganlarni halal, haram deganlarni haram deb bilsak bizga yetidi deydi. Bilinglar ki Allohning payg'ambari haram qilgan ishlarmi Allah haram qilgan ishlarga o'xshashdir deydi. İmam Tirmizi rivoyat qilgan hadis endi bu. Qur'onga amal qilsak yetarli, sunnatga ehtiyojimiz yo'q degan da'vo bilan o'zlarini Qur'onchilarmiz deb atib olguvchilar amaliyotda Qur'onchilar emas. Chunki Qur'on Karim payg'ambarga itoat qilishga buyurgan, uning sunnatiga ergashishni farz qilgan. May yuti'ir rasula faqad ata'alloh va man tawalla fa innama va man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Yani kimki payg'ambarga itoat qiladi ekan, u Allohga itoat qilgan bo'ldi. Kimki itoatdan bosh tortadi ekan, bilginki, ey payg'ambar, biz seni ularga kuzatchi qilib avatmadik. Qur'on Karim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatini chin tutishga buyurgan va payg'ambarga itoat qilishni bosh tortuvchilarning iymonini yo'q sanagan. Fala robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Ey payg'ambar, Robbingning nomi bilan qasam qilamanki, ya'ni Alloh taolo o'zining nomi bilan o'zi qasam qildi. Ular öz arasidagi datalashlar to'g'risida, ya'ni har qanday bir hukm to'g'risida sana hukm chiqarmoqcha, anda seni chiqargan hukmingda dillarda qilcha g'um qolmasdan, ya'ni butunlay rozi bo'lmoqcha va sana butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi deydi. Ya'ni payg'ambarga itoat qilish iymonning taqozosi. Çünkü Kur'an Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mi yaxşı düşengen, onundan mı yaxşı amel kılgan kişi yok dünyada. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meňebatkan Kur'an deyili düşün, meňgan Kur'an, canlı Kur'an. Kur'an'ı özünün hayatıga tatbiq kılgan canlı Kur'an deyil. Şu Peygamberge haqiqiy ergashgan adam şu Kur'an'a amel kılgan boldu, canlı Kur'an boldu şu. Qur'on Karim va sunnatni qat'iy ayirlanmaydi hamda. Alloh taolo Qur'on Karimda payg'ambar alayhisolamga xitob qilib, "Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun" deydi. Ey payg'ambar, biz sana bu Qur'onni insonlarga tushirilgan ahkomlarni bayon qilib bersin va ular tafakkur qilsin deb tushirdik deydi. Demak, yani Qur'onni sana başkalar bayan qilib bersin deb tushirdik deydi. Bunda Alloh tashlab turib, "Mana Qur'on deb elinglar" degan emas. Sen bayon qilib, hayotingga tatbiqlab, tushundirib, anda qilib bersan deydi. Islom dinining shariat ahkomlari Qur'on va sunnat bilan barpo bo'lgan. Qur'on Karimning sunnatga bo'lgan ehtiyoji bo'lmasa bo'lmaydigan zarur ehtiyojlardan biri yani. İslam ulamoları, sahabeler zamanından başlap da ta hazırgacha bu iki menbani İslam dininin yadrosu süpüde çin tutup gelgen yani. Çünkü Peygamber Aleyhisselam men sizlarga ikki narsani qo'yib ketdi. Bu ikkisini chin tutsanglar herkes ezib ketmaysizlar. Ular bo'lsa Qur'on va men sunnatim deb ko'rsatgan yani. Sunnat Qur'on Karimdagi shariat ahkomlarini sharhlab beradigan, mazmunlarni yuritib beradigan birdan bir manba. Endi bu sunnatni hadisga ishonch qilg'il bo'lmaydi degan bahona bilan sunnatni inkor qildiganlarga kelsak, hamda Qur'onchilarning hadislar orasida
yolg'on hadislarni o'rin olgan. Shuning uchun hadisga ishonch qilg'il bo'lmaydi degan so'zi islom ulamolari, xususan muhaddis olimlar tomonidan keskin rad qilingan. Chunki bu o'rinliq so'z emas ularning so'zi. İslam ulamolari sahih hadislarni tanlab chiqish ishiga favquloddiy ko'ngil bo'lgan. Yolg'on va shubhalik hadislarni olli-burun pash qilib, o'z vaqtida rad qilgan. Islom dunyosida bugungichilik yolg'on hadislar degan nom bilan yozilgan yuzlarcha asar bor. Yani al-ahadis-i da'ifa deb nurg'un asarlar yozilgan. Chunki shu sahih hadisdan ojiz hadislarni, hatto yolg'on o'ydirilgan hadislarni ayirib chiqqan ulamolardir. Yiroq o'tmishlardan hozirgacha hadis nomi bilan atilib qolgan har qanday yolg'on yoki shubhalik hadislar rad qilinib kelgan. Endi muhaddislar, ya'ni hadisshunos olimlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mansub qilingan hadislar ichidan rost yolg'onlarni, ishonchsizlarni tadqiq qilib isbotlashda sahobalar zamonidan kunimizga qadar unutilmas tuhfalarni qo'shgan. Dunyo tarixida muhaddislarning hadislarni tadqiq qilishda qo'llangan metod va prinsiplarni hech qanday bir millat, hech qanday bir ilmiy sohada qo'llanib boqqan emas endi. Dunyoda hech qanday bir dinning manbalari Qur'on Karim bilan sunnat qo'dalgan emas. Va bu ikkisi yetib kelgandek aynan yetib kelgan emas. Endi zamonimizdagiga o'xshash uchur, aloqa vositalari, internetga o'xshagan izdinish quroli bo'lmagan o'tmishdagi zamonlarda muhaddislarning bar iqtisodini sarf qilib, davlatdan davlatga atlab yurib, hadis biladigan odamlarni izlab tepib, hadis to'plash uchun bir umr vaqtni qurbon qilganligi haqiqatan qadrlashga tegishli ulug' xizmat hamdir. Muhaddislarning peshvosi İmam Buxoriy Makka, Madina shaharlarida 16 yil turib hadis to'plaganligi buning delili hamdir. Yani muhaddislar birer hadisni qabul qilishda shu hadisni rivoyat qiluvchilar o'ttirisidagi zanjir simon bog'lanishda yoki rivoyat qiluvchilardan birarsining rostchilligi yoki taqvoligida ozroq shak ko'rilsa, hamon u hadisni rad qilib kelgan. İslam ulamolarining hadisni yoki qandaqla bir xabarni aniqlashdagi voyaga yetgan ehtiyotchanligiga va intayin hushyorlikqa, islom diniga dushman nazari bilan qaraydigan boshqa din olimlarimi qoyil bo'lgan. Demak, bu favquloddiy bir tirishchanlik bilan to'g'risini, ojizlarini, hatto o'ydirmalarini bundaq ayirib chiqqan hadislarni kunimizdagi biz ishonch qilib va biz e'tiqod qilgan hadislar. Bu mundaqiligi tasodifiy bunda bo'lib qolgan ishlim emas endi. Shuni bilib olish kerak endi. Qur'onni hadisdan ayiramiz deganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Qur'onni yiroqlashtiramiz demoqchi endi. Endi payg'ambar alayhisolamning hayotidan Qur'on yiroqlashgan vaqtida u Qur'onni bu arab til deganninki lug'at itibariga qaramdi yoki nemasiga qaraydi, ish qilib uni har xil bundaqa ma'nosi aytib ketalaydi hamdicha. Shunga buningda arab til degan hamda boshqa tillarda shundoq hamdayliqi. Bularmi arab tilda ba'zi so'zlarning jiq ma'noga dalolat qildi. Uni hamda shundoq yalanib bularmi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ma'nosi bundoq bo'ldi deb tushuntirib berganda hamda shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siz Qur'onni tushunish mumkin emas. Dunyoda Muhammad sallallohu alayhi vasallamdek Qur'onni to'g'ri tushungan va uni hayotida to'liq ijro qilgan ikkinchi bir shaxs yo'q endi. Uningdan keyin kelsa sahobalar keldi, Rasulullohga. Uningdan keyin tabiiy tabiinlar keldi. Zamonimizga kelganda insonlarga qarab arab tilidan kimda nimaga logikaga yoki til nimaga grammatikaga qarab mana bunda desam bo'lgan-ku, unda desam bo'lgan-ku, bunda ma'nosi chiqgan, u ma'noga dalolat qilgan deydi. U dalolat qilgan emas. Payg'ambarimiz qanday tushungan bo'lsa, shunda tushunishimiz kerak. Payg'ambarimiz qanday tafsir qilib bergan bo'lsa, shunday tafsir qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz hayotida shuni qanday tatbiq qilgan bo'lsa, biz ham shunday tatbiq qilishimiz kerak endi. Şuna Kur'an Muhammed Aleyhisselam'dan herkes ayrılanmaydı. Peygamber Aleyhisselam şuna Kur'an bilen sünnet ikisini çın tutsanlar ezip ketmeyizler. Diyen sözde naiti bek
mukammal, unutulmas bir tarbiyani islom ummatiga qilgan. Alloh taolo hammamizni to'g'ri ishlarga muvaffaq qilsin, iymonimizni salomat qilsin. Amin.